Assalomu alaykum aziz YouTube kanalimiz obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalari do'konimizda beton kesadigan apparatlarimizdan mavjud. Hozir shu apparatlarimizni sizlarga video obzorini qilib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu beton kesadigan apparatimiz 15 sm gacha bo'lgan betonlarni kesib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Quvvatlari 3900 watt quvvatga ega bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rishlaringiz mumkin. Bu kattasi esa 30 sm gacha bo'lgan betonlarni bemalol kesib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Armazlari ham juda qalin almazlardan, pichoqlardan qilib ishlangan bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ma'lumotlarni bemalol o'qib olsalaring bo'laveradi. 7100 watt quvvatga ega Piotti firmasiga tegishli apparatimiz bo'ladi. Bunisi esa Eramax brendiga tegishli, almazlari ham ancha qalin bo'ladi. Buni zapchaslariga keladigan bo'lsak, sizlarga shuni xarid qilsalaring 7 ta ключ qo'shib beriladi. 1 2 3 4 5 6 7 ta 8 ta ключi qo'shib beriladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Cho'mcha zapchaslari ham, vozdux filtrlari, xomitlari ham qo'shib beriladi. Garantiya qog'ozlari. Keyin bu apparatimizda, katta apparatimizda releli varianti bo'ladi. Agar betonlarni qisib qoladigan bo'lsa, shu relesini ulab qo'ysalaring, motorini avtomatik o'chirish xususiyatiga ham ega bo'ladi. Motorini ushlab qolmasligiga, kuyib qolmasligiga yordam beruvchi apparatimiz bo'ladi. Bu esa bezreli ishlaydigan apparatimiz bo'ladi. Bunga esa ko'rishlaringiz mumkin. Buni ham plushlari, zapchaslari qo'shib beriladi. Suv shlankalari ham qo'shib beriladi. Kimga shunaqa apparatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, do'konimizga kelib xarid qilsalaring bo'ladi yoki video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib buyurtma bersalaring ham bo'ladi. Manzil Qo'qon Navoiy massив Malina svetoforini yonginasida joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Bu apparatlarimizni ishlash videosini video oxirida ulab qo'yib yuboramiz akalar, ko'rishlaringiz mumkin.